Hozir chiqyapman. Nima bo'ldi? Voy, qo'shnimizni o'ldirib ketishibdi. Endi nima bo'ladi? Qishloqda qotil paydo bo'libdi. Politsiya keldi. Nima vahima qilyapsan buncha? Qotillik, politsiya. Yo-moyo, rostdan ham va qo'shnini yopib qo'yishgan. Boshqalarga ham aytishga ketdi shekilli. Jin Nursan. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki hammaga salom do'stlar. Mening ismim Lime va yeyishga ovqat yo'qligini hisobga olmasak, qishloqda ahvol yana ham yomonlashdi. Chunki ko'rib turganingizdek, qotil paydo bo'libdi. Qoyil, nima qilamiz endi bilmadim. Hali politsiya yana meni ham so'roq qilsa kerak, chunki birinchi navbatda nima bo'lsa ham hammasini o'yinchilarning bo'yniga qo'yishadi. Prosta o'yinchi bo'lganimiz uchun. Mayli, umid qilamanki qotilni tezroq topishadi va bizga ortiqcha savollar bo'lmaydi. Salom politsiyachilar, salom. Shu bo'ldi. Nima bo'ldi o'zi? Kechasi bir jitilni o'ldirib ketishibdi. Yo'q, qani ko'raychi. Tak, yo-moyo, rostdan ham nima qilishibdi buni? Bo'g'izlab ketishgan. Yo-moyo, bo'lishi mumkin emas. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bir odam bizni qishloqda bunaqangi ish qila olarmikin? Ko'rib turganingizdek qila oladi. Yo-moyo, yomon. Umid qilamanki qotilni tuta olasizlar. Albatta tutamiz, xavotir olmang. Rahmat. Tak, bo'ldi. Endi esa ikkinchi qismini hayron qoldim, juda ham hayron qoldim do'stlar. Axir qishloq odatda tinch joy, hammayda juda o'g'rilar, mashayniklar bo'lishi mumkin, lekin bu darajada kimnidir bo'g'izlab ketishlari juda ham g'alati tuyulyapti menda. Bunaqangi holatga uchramaganman avval. Yo-moyo, politsiya menga qarab o'tibdi. Mayli, bu yerdan sekingina bora qolay merning yoniga va hozir topshiriq narsalarni shunchaki uyda o'tiraman. Tak, janob mer, kirishga mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Eshitdingmi qishloqda nima bo'lganini? Qo'shnimni o'ldirib ketishdi. Yomon, juda ham yomon. Mayli, oyligingni ol. Katta rahmat. Shu bo'ldi. Endi ehtiyot bo'lish kerak do'stlar. Hozir ovqat olamizda uyga kirib jimgina o'tiramiz, chunki menga ham zarar yetishini istamayman. Mayli, tak. Sotuvchi jitil, aytgan narsalarimni olib keldingmi? Olib keldim. Mayli, unda pulini ol. Qol. Katta rahmat. Ketdim men. Do'stlar, balki maraz rayonidagilar qilgandir. Buni qaranglar, bu yerda qanaqangi dahshatli uylar turibdi. Yo-moyo, ko'ryapsizlarmi? Rishotka qo'yilgan. Ana bu yerda ham rishotka. Yomon do'stlar, yomon. Balki mana shu yerdadir, chunki aytishlaricha uyda avval maniyak yashagan ekan. Mana shunaqangi gaplar. Qishloq unchalik ham oddiy joy emas. Mayli, uyga kiramizda jimgina o'tiramiz. Bo'ldi, bizga ortiqcha problemalar kerak emas. Politsiya hali ham o'tiribdi. Okey, ovqatni qo'yamiz va bo'ldi. Ajoyib. Endi dam olsak bo'ladi. Ertalab ishlar tugadi. Endi esa pullarni olib qo'yamiz, instrumentlarni ham olib qo'yamiz va bo'ldi. Hattoki uyqum ham kelib ketdi, chunki ertalabdan jitil meni nima chinarsan? Megor ko'p choy ichibman. Yo-moyo, bu kim bo'ldi? Tak, kiyimiga qaranglar buni. Yashilmi? Bizning qishloqda bunaqangi jitil yo'q edi. Tushunmadim. Kim ekan bu? Ko'ryarmikin? Avval ko'rmaganman bunaqasini. Mayli, bu uyda o'zi kim yashardi? O'yinchimi yoki jitil? Esimda ham yo'q. Mayli. Nima qilmoqchi edim? Men hojatxonaga chiqmoqchi edim. Qistab ketganicha, Nursan yana jitil ham chalg'itib qoldi. Bu yerda hojatxona qurmasa bo'lmaydi. Aks holda uyning orqasini rasos chiqib ketadi-yu. Mayli. Yoki shu yerdamidi? Esimda ham yo'q. Mayli. Temirlisni ishlatib qolay. Tak. Xullas do'stlar, kecha nimani ko'rganimni tasavvur qila olmaysizlar. Xullas, kechqurun turib qarasam, nimaga chiqqanimni aytmayman. Xullas, u yerda qanaqadir yashil kiyimli jitil yurgan edi. Hayron qoldim juda ham, chunki bizning qishloqda bunaqangi jitilni ko'rmaganim yana yarim kechasi kelib bo'lgan. Juda ham g'alati holat. Umid qilamanki qotilliklarga uni aloqasi yo'q. Xo'sh, menimcha bo'ldi. Do'stlar, ana bu orqa tarafdagi uyga kirib ketdi. Kuznisaga bilmadim nima qiladi u yerda, chunki u yerda odatda o'yinchilar yashaydi. Mayli, tak. Ekib chiqqanmiz, lekin baribir ham yarim kechasi nimaga keldik? Lekin kuryer desam, kechasi tunda kelishmaydi kuryerlar. Juda ham g'alati holat. Bo'lishi mumkin. Balki shunchaki juda ham srochniy dastavka bo'lgandir. Tak, janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Mana olib keldim bugungilarni ham. Ajoyib. Mayli, men ketdim. Aytgancha, ana bu uyda kim yashaydi? Bir o'yinchi yashaydi, yaqinda ko'chib keldi. Yo'q, yoshgina yigit. Tushunarli, yashil kiyimli jitilni tanimaysizmi mabodo? Yo'q, tanimayman. Mayli. Nima qildi? Yo'q, kechasi ko'rgan edim. Kechasi? Bilmadim. Mayli. Men ketdim. Mayli, o'zingni ehtiyot qil. Mer u haqida bilmas ekan. G'alati. Agarda mer ham bilmasa, u jitilni demak qishlog'imizda nima qiladi kechasi kelib? Mayli, undan tashqari axir ko'ryerlar boshqa kiyimda bo'lishardi. Qani o'zidan borib so'rab ko'raychi, juda ham qiziqib ketyapman. O'yinchi ishga chiqqan-ku. O'yinchi shu. Nima? Tushunursan. O'yinchi.
Yo-mayo, buni ham so'yib ketishibdi-ku. Yo'q, bekor buni topib oldim, nima qilardim aralashib. Jin ursin. Mayli, hozir politsiya chaqiramiz. Hammasi axir videoga tushib qolgan. Men tasodifan uni ko'rib qoldim. Merga ham aytib bergandim. Bo'ynimga qo'yib borishmasa kerak va aqllari yetadi. Agarda qotil bo'lganimda borib aytib yurmasligim va politsiyaga qo'ng'iroq qilmasligim haqida. Tak. Allo politsiya, allo eshitamiz. Bizga yordam kerak edi 13-qishloqqa, o'rtadagi ko'znisaga. Nima? O'rtadagi ko'znisa o'yini aniq raqamini ayting. Bilmasam, merning uyining yonida ko'znisa bor. Shu yerga kelinglar, bir odamni so'yib ketishgan. Ha, aniq manzilni ayting. Mayli, tepalikdagi ko'znisaga kelinglar. Lyuboydan so'rasangiz aytadi qayerdaligini. Meni uyim, o'zim ko'rsataman. Bo'ldi, tepalikdagi ko'znisa. Ha, yozib oldim. Rahmat. Kuting. Xo'p. Bo'ldi do'stlar, mana politsiya bilan ham kelishib oldim. Endi kelishlarini kutsak bo'lgan, umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi va qutulib qolishimiz mumkin bo'ladi manyakdan. Srazu 2 kishi. Buni qaranglar, qo'lda pichoqmi? Tushunmadim, lekin nima uchun? Aqlga sig'ma. Mana politsiyachini jo'natishibdi-ku. Janob ofitser, keling. Siz midingiz politsiya chaqirgan, kimni so'yib ketishibdi? Hozir ko'rsataman, mana u yerdagi ko'zninsada. 16-uydami? 16-uyda. Raqamini bilmaganim. Tushunarli. Mana keling ko'rasiz, hayron qolasiz. Hozir tekshirib ko'ramizda. Merning uyining yonidagi uy. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Rostdan ham. Tushunursin. Ikkinchi qotillik. Hali bir kun ham o'tmadi-ya. Mayli. Hozir men qolganlarni chaqiraman, siz boring uyingizga. Xo'p. Jin ursin. La'nati qotil manyak bu nimasi? Endi nima qilaman? Bu nimaga pichoq ushlab olgan yoki shu mumkin manyak? Eshityapman hammasini, men manyak emasman. Yo'q, nimaga unda pichoq ko'tarib olgansan? O'zimni himoya qilish uchun yashil kiyimli jitildan. Yashil kiyimli jitilni bilasanmi? Ana o'sha hammasini qilyapti. Tak. Tushunursin, qani yoniga boraychi, qo'llarini bog'lab olgan. Juda ham shubhali odam, lekin mayli. Tak, qo'y qo'shni. Demak, sen yashil kiyimli jitilni bilasan. U manyakmi? Manyak. Yo'q, meni qurolim yo'q, если что. Meni o'ldirishing shart emas. O'ldirmayman seni haliyam. Xo'sh, yashil kiyimli jitil haqida nimani bilasan? O manyak. Xo'p, o manyak. Mana bu ko'znisadagi odam nimaga o'ldirdi? Shuni bilarsan hech bo'lmasa. Yo'q, u manyakligini bilaman va meni orqamdan keladi yaqinda. Shunga tayyorlanib turibman. Mana pichoqni olib bertalpin kechgacha. Hattoki o'rmonda ham uy qurishga harakat qildim. Yer tagida uy qurishga ham harakat qildim. U har doim keladi. U hattoki Crazy Jitildan battarroq. Crazy Jitil, mana bu yerda o'zi ahmoqona gaplar ketdi. Xullas do'stlar, qishloqda Crazy Jitil yashaydi deyshadi. U aqldan ozgan, jinnixondan qochgan, yuzi g'alati deyshadi, lekin men u narsaga ishonmayman. U xuddiki Herobrindek hamma aytadi, lekin hech kim ko'rmagan. Shuning uchun men ham ishonmayman va bo'ldi, shunchaki kutamiz. Qani nima bo'lar ekan? Voqealar rivojini kuzatib qolamiz va umid qilamizki, bizni o'zimizni o'ldirib ketishmaydi. Men nima qilmoqchi edim? Esimga tushdi. Tak, esingizda bo'lsa, men bir necha video avval omborxona qurishim kerak degan edim. Chunki men avvaldan shu ish bilan shug'ullanmoqchi edim. Qishloqda kelsam, mana bunaqangi katta garajga o'xshash joy quraman deganim va mana bu yerda shuni qurmoqchiman. Bu meni eng bolaligimdan orzuim edi va hozir shu bilan shug'ullanishim mumkin bo'ladi. Omborxona qurib olganimdan keyin bemalol bu yerda o'z ishimni boshlashim mumkin bo'ladi. Omborxonadan joy ajratib, jitillarga kim narsalarni saqlamoqchi bo'lsa, shularning hammasini hisob-kitobi, qo'riqlash, pul, buxgalteriya, bularning hammasi bilan o'zim shug'ullanaman. Do'stlar, hech qanaqangi manyak menga xalaqit bera olmaydi. Qiziq, o'rmon ichida manyak bormikan? Agarda bo'lsa, ehtiyot bo'lgan ma'qul. Mayli, tak, mana bu daraxtni ham chopib bo'laydi. Aks holda nimagadir menga yoqmayapti. Juda ham g'alati his qilyapman o'zimni. Bu yerlarda xuddiki kimlardir bordek. Mayli, hozir daraxtlarni tezroq chopib bo'laydi. Bu yerdan tuyog'imni shiqillatmasam bo'lmaydi shekilli. Tak, yana ozgina daraxt olsam bo'lgani qurilishga yetadi. Tak, mana bo'ldi. Hali yana tosh olish kerak. Bilmadim qanday qilib quraman, lekin menda bir ikkita ideyalar bor, hammasini qanday qilishim mumkinligi haqida va shu narsa bo'yicha qurishni boshlaymiz. Xo'sh, mana bu yerda garot bo'lsa, uyimizni yonginasidan qursak, hammasi bitta stilda chiroyli chiqadi. Tak, qani edi, mana bo'ldi. O'zimda lopatka, endi bemalol qorni kurab tashlashimiz mumkin, chunki qor juda ham xalaqit beradi menga. Tak, mana bularni hammasi olamiz. Qor yig'ilib ketgan, tezroq bahor ham kelmadi. Qor ham erib ketmadi. Mayli, tak, bu yerni ko'mishimiz kerak va bunisini ham ko'mamiz. Bo'ldi, qorlarni terib olishimiz kerak qolganda va hammasini yana kurashni boshlaymiz, lekin bu safar ehtiyot bo'lamiz. Shunda yerni buzib yubormaymiz, lekin manyak menga hali ham tinchlik bermayapti. Yana qo'shnimiz aytayotgan edi. Keladi deb. Ehtiyot bo'lish kerak. Yana uni ham o'ldirib ketib qo'ysa-chi.
va uni o'ligini men topadigan bo'lsam, 3-marta jasad meni yonimda bo'lsa, ha, mendan aniq shubha qilishadi. Chunki birinchi marta qo'shnim edi, ikkinchi marta o'zim topib oldim. Uchinchi marta yana qo'shnim bo'lsa, o, yomon bo'lishi aniq. Tak, mayli, yomon narsalar haqida o'ylamaslikka harakat qilamiz va qurilishni davom ettiramiz. Omborxonamizni chiroyli qilib, katta qilib, ichiga ancha-muncha sandiqlar sig'adigan qilib yoki qutilar ko'ramiz qani qaysi juda ham qulay bo'lsa, shunisini qo'yamiz toki buni boshqasiga qo'shirdik. Mana bunday qilib va bo'ldi. Tepaga endi esa yonidan yana qo'yishni boshlaymiz. Bo'ldi. 4 ta ustum bor va yaxshi. Endi esa yonga qarab